Assalamu alaikum an alle. Ich bin Alicia. Ich lerne Deutsch und ich habe mich entschieden, einen YouTube-Kanal zu starten. Warum? Weil Deutsch lernen alleine sehr schwer ist und wenn ich lerne und das teile, bleibe ich konstant und motiviert. Assalamu alaikum barchaga. Bu kanalda siz ideal umrda emas, haqiqiy prosesni ko'rishingiz mumkin, real prosesni. Bunda mening yo'lim, ya'ni Germaniyaga qalay tayyorlanib o'tirganim, nemis tilini qaytib o'rganganim, ham qaytib o'rganib o'tirganim, hujjatlar masalasi bo'yicha ham boshqada Germaniyaga baylanishli hamma yo'limni ko'rsatib boradigan bo'laman. Ham bu kanalga hozirdan a'zo bo'lib qo'ysangiz bo'ladi. Umid etaman, bu kanal rivojlanadi, ham shaxsiy materiallar bilan bo'lishadigan bo'laman. Agar sizda nemis tilini o'rganib o'tirgan bo'lsangiz, bo'lmasa Germaniyaga qalay boruv yo'llarini izlab o'tirgan bo'lsangiz, bu kanalga qo'shilib qo'ysangiz bo'ladi. Ham yetarlicha to'liq ma'lumotlarni ala olasiz. Rahmat.